Assalomu alaykum. Men sizlar bilan bugun ko'plar qiynaladi telefonga qanday qilib hayvonlarga, moblarga aylanish Minecraft modini o'rnatishga men sizlarga tavsiya bermoqchi bo'lgan bu Minecraft o'sha modni ichiga olgan bo'ladi. Hozir men sizlarga kirib ko'rsataman. Mana shu Minecraftimizga kiryapmiz. Eslatib o'taman, bundan boshqasi Bedrock uchun telefon Minecraft uchun bundan boshqasi bekor. Telefon uchun bu Minecraftdan boshqasi bekor mod o'rnatish uchun. Mana shunaqa mod o'rnatish uchun qulay so'zlar tushunib olasiz. Qayda bo'lsamiz, mana shu hammasi o'shanaqa modlar. Men birinchisiga bosamiz. Kirish juda oson. Mana shu Minecraftni tortish ham oson, lekin eslatib o'taman, bu Minecraftga internet kerak bo'ladi. Internetsiz ishlamaydi. Mana sizlar, mana bizlar jang qilamiz. Plus mana shundan boshqasi hayvonlarga aylanish uchun bekor qisqasi. Mana sizlarga ko'rsam hozir oddiy qiyofadaman. Oddiy qiyofadaman, bilaman. Ko'rlaringizmi? Mana shunday qilib sekin-asta stakanlaringizga aylanaverasiz. Nega men aylanmadim? Men Enderman'ni o'ldirishim kerak ekan. Okay. Men yerdan qadar chiqaman. Ochig'ini aytsam, men ham endi o'ynayapman. Sizlar qiynalmasliklaringiz uchun sizlarga ko'rsatib beryapman-da. Menga o'zi zarar emas. Balki zararli. Ochinglar, mana uni ochinglar. Ishga och eshikni. Och. Qoch. Yaxshi bo'larkan-ku och. Endi biz Enderman topamiz. Enderman'ni yo'ldan topish iloji yo'q. Mutan. Golem topaylikchi. Golem mutan. Plus davom etamiz, golem qidiramiz, golem yoki o'zimiz yasaymiz, yasash uchun instrumentlarimiz yo'q. Shuning uchun qidirib qo'ya qolamiz. Ana olamiz. Eslatib o'taman, menga zarar emas. Chizamiz. Nima bor? Biz bu yerda topishimiz mumkin endi. Qidiramiz. Yo'q, biz
Bizler Blaze'den sanırım öldürüp çıkışımız gerek bunu oluşturur. Bu yerde ise Blaze mutant bu. Kaçma. 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 Nega canı ketib olyapti. Endi to'ldirib olyapsan. To'ldirmasdan o'ldiraman. Bu canını balki manolar tufayli to'ldirayotgan. Sizamiz canımız kam ovqat kerak. Qaysiga bilan bergan yerimizda ovqatsiz ochig'i bilmaganimni tezroq ana uyda ovqat yeyish kerak. Olamiz chiqamiz bilan. Ovqat bo'lmasa yaxshisi keyin mana olib qo'ya qolamiz. Chunki bu yer yaqinroq. Eshik yo'qmi bu uyda? Eshik yo'q ekan. Qanday ajoyib uy. Yernimalak eshigi yo'q, uyga kirishni iloji ham yo'q. Buni sindirib bo'lmas ekan. Xullas menga ovqat kerak, ovqat. Ammo uylarni ikkinchi qavatini shuni berib tashlashganmi? Ovqat. Bu daraxtlarni ishlatib tepaga chiqamiz. Yiqilib o'laman bunaqasiga. Ovqat kerak, ovqat. Va oltin olma, yaxshi temir. Bizga oltin olma kamlik qiladi deb o'ylayman. Shuning uchun yana bitta topamiz. Topishimiz shart. Xullas tezlashamiz. Boyagi joyga qaytib boramiz. Endi bizda uyni qurish uchun yetarlicha kuch bor deb o'ylayapman hozircha. Lekin bo'lmasligi ham mumkin. Yuguramiz.
Bizga daraxt kerak, daraxt.